to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zot. U zot nafaqat insonlarni, balki butun maxluqotlarni hidoyat qiladi. So'zlaguvchilarning eng ulug'i bo'lgan zot aytadi. Muso aytdi: Robbimiz har bir narsaga o'z yaratuvchanligini ato etib, so'ngra to'g'ri yo'lga yo'lagan zotdir. Toha surasi 50-oyat. Shayx Muhammad Robit Noblusiy bu hidoyatning ayrim ko'rinishlari to'g'risida aytadi. Lasos balig'i Atlantika sohillaridan to Amerikadagi daryolar quyilish joyiga borib, u yerga tuxum qo'yib qaytadi. Bir necha oydan so'ng tuxumdan chiqqan baliqchilar to'ppa-to'g'ri onalari turgan tarafga qarab yuzlab kilometr uzoqqa yo'l oladilar va yo'ldan adashmay manzilga yetib boradilar. Mitti baliqchalarga hanuz ko'rmagan yo'llarini kim bildirib qo'ydi? Albatta, Xodiy zot. Tipratikan o'lik bir ilonning go'shtidan bir tishlab, orqasidan shu yaqinda o'sgan bir o'simlikning bargidan bitta yer, keyin kelib yana ilondan bir tishlar edi. Bu holatni hayron bo'lib kuzatib turgan kishi o'sha o'simlikning sirini bilmoqchi bo'lib uni sug'urib olibdi. Tipratikan yana o'simlikdan yeyish uchun orqaga borganda uni topolmay qolibdi va oz fursatda o'lib qolibdi. Bu o'simlikda ilon zahrini kesuvchi modda borligini Tipratikan qayerdan bilsin? Albatta, Xodiy zot Alloh taolo bildirgan. Bo'ri kiyikka hujum qiladi. Kiyik birdan boshini egadi-da, bo'rining qorniga shoxlari qadaladi. Kiyik boshi ustida o'tkir pichoq borligini va uning vositasida hayotini qutqarib qolishi mumkinligini qayerdan bilsin? Albatta, Xodiy zot bildirgan. Yangi tug'ilgan mushuk bolalari onalarining oldiga sudralib borib uning qorniga boshlarini suqib ema boshlaydilar. Hali ko'zi ochilib ulgurmagan bu mushuklarga shu ish bilan hayotda qolishlarini, bo'lmasa o'lib qolishlarini kim o'rgatdi? Shubhasiz, Xodiy zot. Banda tun zulmatida podshohlar podshohiga osiylik qilish niyatida yo'lga chiqadi. Uning butun a'zoyi badani masiyat botqog'iga yetish uchun oshiqadi. Lekin o'sha lahzada banda botqoqqa yetib borishidan oldin Alloh taolo uning qalbiga hidoyat yetib borishiga amr qiladi va tuzgan barcha qora rejalari bir zumda yo'q bo'lib ketadi. Qalbiga sof yangi tuyg'ular kirib keladi. Alloh taolo yuborgan ulkan hidoyat to'lqini uni botqoqlikdan o'zga tomonga, poyonida masjid minoralari ko'rinib turgan yo'lga burib yuboradi va shu kundan boshlab yangi nurli hayotga qadam tashlaydi. Bir parcha qog'oz. Xodiy zot bandasini hidoyat qilishini xohlasa, yerda yotgan bir parcha qog'ozni bunga sababchi qilib qo'yishi mumkin. Aytishlaricha, bir mast kishi yo'lda gandiraklab ketayotib sharobdan suzilgan ko'zlari yerda yotgan ichida Alloh nomi yozilgan bir parcha qog'ozga ko'zi tushib qoladi. Bu manzaradan juda achinibdi va ko'ziga yosh olibdi. Allohning nomini yerga tashlabdi-ya deb kuyunibdi. Yerdan olib, uyiga olib borib tozalabdi va atir surkab, o'pib baland joyga olib qo'yibdi. O'sha kuni tushida mening ismimni ko'tarding, izzatimga qasamki, men ham sening ismingni ko'taraman degan ovozni eshitibdi. Uyqudan boshqa odam bo'lib uyg'onibdi. Hayotda hech bir maqsadi bo'lmagan bir kishidan tarixda nomi qoladigan mashhur solih zotga aylanibdi. U zot hidoyat berishni istasa Allohdan qo'rq degan birgina so'zni eshitishi insonning g'aflat uyqusidan uyg'onishiga kifoya qiladi. Hadisda kelgan g'orga qamalib qolgan 3 inson voqeasida ulardan biri amakisining qiziga ko'ngil qo'ygan odam bo'lib, uzoq vaqtdan buyon uning visoliga yetish ilinjida yurgan bo'ladi. Kunlardan birida qiz taqdir taqozosi bilan boshiga tushgan muhtojlikdan yordam so'rab yigitni oldiga keladi. Fursatdan foydalangan yigit xunuk istagini amalga oshirmoqchi bo'lganida qiz Allohdan qo'rq, muhrni nohaq ochma deganida qo'rqib o'rnidan turadi. Allohdan qo'rq degan so'z uning nafs istagini chilparchin qilgan edi. Najot arqoni. Siz Allohni unutib qo'ygan chog'ingizda u o'zini eslatib qo'yadi. Masiyat girdobiga g'arq bo'lganingizda undan qutqarib oladi. Gunoh botqog'iga botib qolganingizda undan chiqarib poklab qo'yadi. Jarlik tubida yotgan paytingizda sizga najot arqonini tushiradi. Ba'zan qalbingizni egallab oluvchi muhabbat tuyg'usi bilan, gohida vujudingizni larzaga soluvchi qo'rquv hissi bilan, ba'zida sizni kibrdan tushirib qo'yadigan kasallik yoki burningizni yerga ishqaydigan muhtojlik bilan,
Belingizni sindiradigan faqirlik yoki ruhingizga azob beradigan yolg'izlik bilan hidoyatlab qo'yadi. Alloh taolo hidoyat beraman desa adashgan kimsalarni o'zining nurli yo'liga yo'llab qo'yadi. Hayotida hech masjidga kirmagan gumrohlarni masjidga qatnovchi namozxonlar qatoriga, Qur'on o'qish baxtidan bebahra yurganlarni qo'lidan Qur'on tushmaydigan taqvoli zotlar qatoriga qo'shib qo'yadi. Og'zidan tuturuqsiz so'zlar tushmaydigan betarbiya insonlarning tillarini mudom o'z zikri bilan band qilib qo'yadi. Ba'zan inson bir masjidga bormoqchi bo'lib uyidan chiqadi-da, birdan yo'lini boshqa masjid tomonga buradi. Namozdan so'ng imomning hikmatli so'zlarini tinglab, fikri, nafaqat fikri, balki butun hayoti o'zgarib ketadi. E'tiborli inson har narsada Allohning hidoyatini ko'radi. U biladiki, bu koinotdagi barcha narsa u zotning qo'li ostida. Istasa koinotdagi har qanday narsani hidoyatga, istasa Alloh saqlasin adashishga sabab qilib qo'yadi. Lekin Alloh taolo faqatgina hidoyat va haq dindan tonib, qalbiga qulf solib olgan kimsalarnigina adashtiradi. Allohning hidoyati bo'lmasa, ahvolimiz sahroda adashib qolgan kimsaning ahvolidan battar bo'ladi. Zero Alloh taoloning yo'lidan adashishimiz, masjiddan, Allohu akbardan va Allohumma antassalam va minkassalamdan adashishimiz hech shubhasiz sahroda adashgandan dahshatli va og'irroqdir. Sahroda adashgan odam juda borsa bu dunyosini yo'qotar. Ammo to'g'ri yo'ldan adashgan odam esa ham bu dunyo, ham u dunyosini yo'qotadi. Allohim, ey hodiy zot, bizga o'z huzuringdan hidoyat ayla. Bizni saxovatli, bizni zalolat sahrosidan qutqarib, kengligi osmonlar va yerlarga barobar bo'lgan jannatingga musharraf ayla. Amin. Al-G'ofur, mag'firatli zot. Gunohlar inson hayotini bulg'ab tashlaydi. Uning ruhini asir qilib qalbini qoraytiradi. Buning natijasida toza suv ham ichib bo'lmas o'timsiz, shirin taomlar mazasiz, tunlar dahshatli, kunlar esa maroqsiz bo'lib qoladi. Mag'firat va orom qidirib. Gunoh va xatolardan charchadingizmi? Ma'siyatlar shumligi hayotingizni kirlatganini sezding. Ma'siyatlar shumligi hayotingizni kirlatganini sezdingizmi? Ularning zulmati dastidan kun va tunlaringiz o'z chiroyini yo'qotdimi? Namoz o'qiganda, duo qilganda qalbingiz orom olmay qo'ydimi? Unday bo'lsa bilingki, siz uchun mag'firat va orom qidirib, Allohning G'afur ismi ma'nolarini yaqindan o'rganish fursati kelibdi. Siz uchun mag'firat ma'nosini o'rganish, Robbingiz naqadar mag'firatli va kechirimli ekani va siz butun hayotingiz bo'yi bu mag'firatga qanchalik muhtoj ekaningizni anglab yetish pallasi kelibdi. Zindon. Ruhning gunoh va ma'siyat dardiga mubtalo bo'lishi jismning kasallikka chalinishidan ancha og'ir. Gunoh dardi ruhingizni zir qaqshatadi. To'g'ri, yomon ishni qilayotganingizda tanangiz lazzatlanishi mumkin, lekin bilingki, ayni vaqtda ruhingiz Allohga zorlanayotgan bo'ladi. Tasavvur qilib ko'ring, 4 tomoni 1 metrli xonaga zindonband qilindingiz. U yerda qanchalik bo'g'ilib ketasiz? Gunoh ham ruhingizni xuddi shunday zindonga soladi. Gunoh sizni o'rab olib, ruhingizni bo'g'ib tashlaydi. Qur'oni Karimda ham gunohlari uni o'rab olgan bo'lsa, Baqara surasi 81-oyat ifodasi qo'llangan. Faraz qilaylik, jannat va do'zax bo'lmaganida ham gunohlarning qiynog'i o'zi jahannam, uning o'zi alamli azobdir. Alloh taoloning kechirguvchi, mag'firatli zot ekanini bilsak, ruhimizni asir olgan o'sha tor zindon devorlari yorila boshlaydi. Bilasizmi? Alloh haqqi astag'firulloh deng. Oddiygina aytib qo'ymang, mazmunini mulohaza qilib ayting. Ich-ichingizdan chiqarib aytsangiz, barcha vasvasa, qo'rquv va xavotirlaringizni tarqatib yuboradigan bu so'zdan ham go'zalroq so'z bormi dunyoda? Bilasizmi, bandaning boshiga kelayotgan har bir musibat, kasallik, g'am, qayg'u va qiyinchiliklarga uning qilgan gunohlari sabab bo'ladi. Ey insonlar, sizlarga ne musibat yetsa, bas o'z qo'llaringiz qilgan narsa, ya'ni gunohlar sababidandir. Yana u ko'p gunohlarni afv etib turadi. Shuro surasi 30-oyat.
Boshimizdagi kulfat va qiyinchiliklar biz uchun oddiy holga aylanib ulgurgan gunohlar, g'iybat, yolg'on, soxtakorlik, hasad, birovlarni kamsitish, ota-onaga oq bo'lish, haromga qarash va vojib amallarni tark qilish singari qilmishlarimiz kasofatidan bo'lsa ne ajab. Yuzimizni shuvut qilib qarzga pul beradigan odam qidirib yuramiz. Ehtimol o'sha pulga muhtoj bo'lishimizga ham qilgan bir gunohimiz sababchidir. Sidqi dildan Allohga yalinib, astag'firulloh desak, Allohdan o'zgaga yalinishga hojat qolmasmidi? Yuragimizdagi siqilish, ichimizdagi qo'rquv va ruhiy iztiroblardan shikoyat qilib, tabiblar va dam soluvchilarga qatnaymiz. Bular ham bir qilmishimiz sababli bo'layotgan bo'lishi mumkin. Astoydil, ich-ichimizdan astag'firulloh, o'zing gunohlarimni kechir desak, bu narsalarga muhtoj bo'lmasmidik? Alloh taoloning mag'firat sifati hech qayerda siyrat-i nabaviyya voqealarida ko'ringanidek yaqqol va ravshan ko'zga tashlanib turmaydi. Umar ibn Xattob musulmonlarni dindan qaytarish uchun oz kurashdimi? Qamchisini qo'liga olib, joriyasini beayov savalar, charchaganida qamchisini qo'yib, faqat charchaganimdan to'xtadim der edi. Musulmonlar uning islom diniga adovati va nafrati qattiqligini bilganlaridan Xattobning eshagi islomga kirishi mumkin-u, lekin Umar ibn Xattob musulmon bo'lishi aqlga sig'maydi der edilar. Keyin nima bo'ldi? Mag'firatli zot unga tavba eshiklarini ochib qo'ydi. Umarul Foruq nomiga ega bo'lmadimi? Uhud jangida Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Rasululloh toqqa joylashtirgan Abdulloh ibn Jubayr boshliq kamonchilarning o'limiga sababchi bo'ldi. Nafaqat bu, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiliklaridagi islom lashkarining qaqshatqich mag'lubiyatga uchrashiga katta hissa qo'shdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jarohat olishlariga, boshlari yorilib kurak tishlari sinishiga va dubulg'alarining halqasi muborak yuzlariga kirib ketishiga sababchi bo'lgan ham Xolid. Yuzlari qonaganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z elchisining yuzini qonatgan qavmdan Alloh qattiq g'azablandi dedilar. Lekin shunda bir oyat nozil bo'ldi. Siz uchun ey Muhammad, bu ishda biror ixtiyor yo'qdir. Allohning o'zi ularning tavbalarini balki qabul qilar yoxud jazolarini. Oli Imron surasi 128-oyat. Alloh taolo tavbasini qabul qilgan va kechirgan kimsalardan biri Xolid ibn Valid bo'ldi. Islomga kirdi, mag'firatli zot uni kechirdi va islomga qarshi qilgan ana shu o'sha katta ishlarini o'chirib yubordi. Uhud jangida musulmonlar mag'lubiyatining eng katta sababchisi bo'lgan Xolid kofirlarga qarshi Allohning yalang'ochlagan qilichiga aylandi. U to'kkan qutlug' qonlar, Rasulullohning yuzlariga sanchilgan dubulg'a halqasi va muborak qonlari bularning barchasini Alloh taolo mag'firat qilib yubordi. Bir kishi qilgan gunohlaridan qalbi achinib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kirib keladi. Aytingchi, bir inson katta-kichik gunohlarining birortasini ham qoldirmasdan barchasini qilgan bo'lsa, bunday insonning tavbasi qabul qilinadimi? Islomga kirganmisan? Deb so'radilar payg'ambarimiz. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz bordir. Uning sherigi yo'qdir va siz Allohning elchisidirsiz. Ha, dedilar shunda payg'ambar. Yaxshiliklar qilsang va gunohlaringni tark qilsang, Alloh taolo barcha yomonliklaringni yaxshiliklarga aylantirib qo'yadi. Xiyonatlarimni hammi, buzuqliklarimni hammi? Xiyonatlaringni ham, buzuqliklaringni ham. Imom Tabaroniy rivoyati. Nima uchun siz gunohlaringizni borliqdagi eng katta narsa deb o'ylaysiz? Robbingizning mag'firatli va mehribon ekanini unutdingizmi? Gunohingizga tavba qilsangiz, uning qanchalar xursand bo'lishini yodingizdan chiqardingizmi? Asirlar orasida hushi boshidan uchib, bolasini qidirib yurgan bir ayolga sahobalarning ko'zlari tushdi. Qidira-qidira oxiri bolasini topdi va uni ko'rgan zahoti sog'inch va mehr bilan bag'riga bosib o'pa boshladi. Sahobalar onaning bu mehri va quvonchidan hayratga tushdilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo bandasining tavbasiga bu ayol bolasini topganiga xursand bo'lganidan ham ko'proq xursand bo'ladi dedilar. Nimani kutmoqdasiz? Hoziroq astag'firulloh deng. Qalbingiz, tilingiz va ich-ichingizdan chiqarib ayting bu so'zni.
Hatto kechirilishi imkonsiz deb o'ylagan gunohlaringiz ham astag'firulloh deb yuborsin. Ichingizdan astag'firulloh deb hayqiring. Sizni ishontirib ayta olamanki, u zot sizni kechiradi. Hayqirganingiz uchun emas, balki g'ofur va vadud, mag'firatli va mehribon bo'lgani uchun. Abu Sufyon ibn Harb, Safon ibn Umayya, Ikrima ibn Abu Jahl, Amr ibn Os kabi sahobalarni olib qarang. Ularning gunohlari eng ulkan gunoh Allohga shirk keltirish, dinga qarshi kurash va sahobalarni qatl qilish bo'lgan. So'ng G'ofur va Rohim zot ularni mag'firat qilib, sahobalik maqomiga ko'tarib qo'ydi. Sahoba bo'lish degani nima degani bilasizmi? Payg'ambarlardan keyingi eng afzal inson bo'lish deganidir. Qarang, Allohning mag'firati Ikrima va Safvonlarni kimdan kimga aylantirdi? Sahobalar qotilidan ulug' sahobalarga aylantirdi. Inson o'zining gunohlar iskanjasida qolganini his qilsa, uning ruhi qaqshaydi va gap so'zlari juda asabiy bo'ladi. Tiliga astag'firulloh kalimasi keldimi, darrov bu qaqshovlar, buzilishlar va asabiyliklar yo'q bo'lib qoladi.